Oldingi darsligimizda biza uy ichiga tomlarni yopib, uy ustini yopib, 53% bitirganimizdan keyin uy ichiga kirib, elektromontajlarni gapirdik. Elektromontajlarni o'tkazishni gapirdik. Mana bugun o'shani davomini yetkazamiz. Elektromontajlarni o'tkazish kerak. Elektromontajlarni qilib bo'lgandan keyin to'pli polni birinchi bo'lib, to'pli polni shlankalarni tashatib texnik bilan gaplashib, santexnikka ko'rsatib, to'pli pollarni shlankalarni tashatib olish kerak. Santexnika ishonchli bo'lsa, o'zi biladigan holatda ko'rsatadi. Mana buni tashyapman, nima deysiz dedi. Agar birinchi marta ishlayotgan santexnikingiz bo'lsa, u sizni quloqingizni qo'lingizga beradi. Mana buni qiling, sizdan so'rayveradi. Agar bilmasangiz, o'zi osmishadi, o'zi chiqib ketadi. Buni har doim devorlardan qochirib, muvaffaqiyatli joylardan qochirib, shlankalarni joy-joyiga qo'yish kerak. Ana o'shalarni biladigan santexnik bo'lsa, yaxshi qiynalmay qilasiz. Ishlatasiz. Bizning o'zimizning santexnikimiz bor. Hamma narsani o'zi joy-joyiga qo'yib chiqib ketadi. Ishlari ham juda qudratli, kelgan, nima bor bo'ladi.